Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Lager shahidining tuqquni yoqtirish bosqinligi sababli turmaga qamalgan. Sharq Turkistondagi jazo lageridan qutulib chiqib, chet elda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini kuchli darajada fosh qilgan. Buning bilan to'xtab qolmay, Xitoyning ijtimoiy taratqullaridan kuchli dalil isbotlarni to'plab, dunyoga oshkorlab kelayotgan lager shahidi Zumrat Davud xonimning jiyani ijtimoiy taratqullarda yoqtirish belgisini bosqinligi sababli Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilgan. Zumrat Davudning bir necha kun burun Facebook hisobida oshkorlashicha, kichik aksi Abduxalil Davudning cho'ng o'g'li Xalmurod Xalil Xitoyning ijtimoiy taratqu supisi Kuayshoda Zumrat Davudning o'g'lining suratiga yurak belgisini bosqanligi uchun 8 oy burun tutib ketilgan. Xalmurod Xalil amdili 20 yoshga kirgan Uyg'ur yosh bo'lib, bu Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish, nazorat qilishining qaysi darajada ekanligini ko'rsatib berish bilan birga Xitoyning jinoyatlarini fosh qilgan shahidlardan qanday o'ch elayotganligini dunyoga oshkorlandi. Zumrat Davud yozmasida cho'ng aksi vafot bo'lgandimi, necha oydan keyin xabar topganligini, jiyanining beshiga kelgan musibatdimi o'xshashli yarim yildan ortiq vaqtdan keyin xabardor bo'lganligini bildirdi va xalqaro jamiyatni, axborot organlarini bu masalaga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilgan lager shahidlariga tahdid selish, tuhmat chaplash, shaxsiyatiga hujum qilish, urug' tuqqanlarni bostirish qatorliq inson qalbidan chiqqan vositalarni qo'llanib kelmoqda. Jumladan Zumrat Davudning dadasi Xitoyning qattiq besimlari ostida vafot bo'lgandan sirt, uning kichik aksi Abduxalil Davud 2019-yili Xitoyning tahdidlari ostida Zumrat xonim haqida yolg'on guvohlik berishga majburlangan edi. Xitoy bu yolg'on guvohlikni tashviqot organlari orqali ko'plab tarqatib, jinoyatlarni pardozlashga, inkor qilishga uringan edi. Halbuki bu urinishlar Zumrat Davudga o'xshash lager shahidlarining guvohlik berish, Xitoyning jinoyatlarini fosh qilish qadamlarini to'xtatolmayli qolmasdan, aksiga texmo kuchaytmoqda va shundaqli Xitoyning o'ziga qarshi ovoz chiqarganlarga qaysi tariqada ziyonkashlik qilayotganligidek razil yuzini dunyoga ko'rsatib bermoqda. Trump bilan Xi Jinping Koreyada uchrashdi. Trump bilan Xi Jinping 30-oktyabr Koreyada uchrashdi. Bu Trumpning ikkinchi qatim prezidentlik vazifasiga o'ltirgandan buyon Xi Jinping bilan tunji qatim yuzturani ko'rishishi hisoblandi. Bu qatimliq uchrashuv Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'inining kun tartibi bo'yicha ro'yobga chiqqan bo'lib, Trump 6 yildan keyin Xi Jinping bilan yana bir qatim ko'rishdi. Aloqador xabarlarda qayd qilinishicha, ikki tarafning yepiq yig'ini 2 soatga yetmagan vaqtda oxirlashgan. Trump Xitoy bilan kelishim hosil qilganligini, Xitoyga qarata tamojna bejini tuvallatadiganligini, kelar yili Xitoyni ziyorat qiladiganligini bildirgan. Xi Jinping bo'lsa ikki tarafning suhbatlashishining qarshilashishdan yaxshi ekanligini da'vo qilgan. Trump uchrashishda Xi Jinpingni ulug' rahbar deb sifatlagan va Xitoy bilan ko'plagan masalalarda kelishim hosil qilganligini, bundan keyin texmo ko'p o'rtaq fikr shakllantiradiganligini ta'kidlagan. Uchrashuv oxirlashgandan keyin Trump Amerikaga qaytib ketgan. Trump aeroplanda muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, bu qatimliq uchrashishni cho'ng g'alaba deb sifatlab, agar 0 dan 10 gacha nomer qo'yishga to'g'ri kelsa, men bu uchrashishga 12 nomer beraman degan va Xitoyga tamojna bejini tuvallatadiganligini, Xitoyning siyrak to'pi eksport cheklamasini bo'shatishga va Amerikadan soya purchoq setib olishga qo'shilganligini, kelar yili 4-oyda o'zining Xitoyga ziyoratga boradiganligini, Xi Jinpingning uningdan keyin Amerikani ziyorat qiladiganligini bildirgan. Trump Xi Jinping uchrashishida yana fentanil, ilg'or o'zak qatorliq muhim masalalar muzokara qilingan. Ammo Trump suhbat jarayonida Tayvan masalasini tilga olmagan. Butun dunyoning diqqat nuqtasiga aylangan Trump Xi Jinping uchrashishidan burun ikki tarafning munosabati qaytadan jiddiylashgan edi. Xitoy siyrak to'pi eksport kontrolligini kuchaytirish tadbirini e'lon qilgandan keyin Amerika buningga qarshi harakatga o'tib, Xitoyga noyabr oyidan boshlab 155% qo'shimcha tamojna beji yo'lga qo'ydiganligini aytib tahdid solgan edi. Ammo oldingi hafta Kuala Lumpurda o'tkazilgan Amerika-Xitoy savdo suhbatida
ikki taraf siyrak to'pa tamojni beji qatorliq masalalarda kelishim hosil qilgan edi. Trump yadro qurollari siniqini boshlash uchun yo'l yo'riq tushirdi. Amerika prezidenti Donald Trump boshqa davlatlarning sinoq programmalari sababidan urush ministerligiga yadro qurollarimizni tang asosda sinoq qilishga boshlash to'g'risida yo'l yo'riq tushirdim dedi. U Xitoy va Rossiya bilan o'xshash saviyada yadro qurollari sinoqlarini o'tkazish uchun yo'l yo'riq tushirganligini Xi Jinping bilan uchrashish boshlanishidan bir necha minut burun e'lon qildi. Trump yana Amerikaning boshqa barliq davlatlardan ko'proq yadro qurollariga ega ekanligini bildirdi va o'zining mavjud qurollarining to'liq yengillanish va remont qilinishi uchun ko'rsatayotgan tirishchiliklarni maqtab, Rossiya 2-o'rinda, xili yiroqdagi Xitoy bo'lsa 3-o'rinda turadi. Ammo 5 yil ichida Xitoy bizga yetishib oladi deb yozdi. Trump elib berilgan sinoqlarning xarakteri haqida tafsiliy ma'lumot bermagan bo'lsa-mu, bu bosqichning darhol ishga kirishtirilganligini aytdi. Bu harakat Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Washingtonning ogohlantirishlariga qaramay, Rossiyaning yadro bombasi to'shiy oladigan va yadro energiyasi bilan ishlaydigan bir odamsiz suvosti paraxodini muvaffaqiyatli sinoq qilganligini aytishidan bir kun keyin o'tirg'a chiqdi. Bomba sinoqidan keyin Trump Putinni tanqid qilib, boshqariladigan bomba sinoq qilgandan ko'ra Ukrainadagi urushni oxirlashtirishi kerakligini aytgan edi. Xalqaro yadro qurollarini yo'qotish harakatining bildirishicha, navbatda 9 davlat yadro qurollariga ega ekan. Amerikaning eng oxirgi yadro sinoqi bo'lsa 1992-yili 9-oyda Nevada yadro xavfsizlik rayonida yer ostida elib berilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.